Taza joy yashash uchun tayyordirdi. Zudlik bilan sotiladi. To'rtko'l tumani Ulug'bog' Ofenda bo'ladi. Ulug'bog'ning to'rida, ya'ni 5-brigadda bo'ladi. To'rida to'rtbaz o'tavashda poyezd yo'ldan o'tgan yerda bo'ladi. Endi bu poyezd yo'lini. Poyezddan o'tib azroq bir 200-300 metr yursangiz, o'ng tarafingizda bo'ladi. Endi bu zavod bo'ladi yana. Eldingiz katta plashatka, bir de liniyani damazlar yuriydi. Eldingizda liniyani damazlar yuriydi. Yine taza qurilgan joy 2011-yil qurilgan. Dokumentlarni 6 sotik bo'ladi. Zudlik bilan sroji sotilajak pul zarur. Eldingiz tesh kulgayna. Gap bu mumkin emas. Mendan chala obzor bo'ladi. Sizlardan krasavchin like, поддержка qilib turasizlar. Inshaalloh shuni tayyor joy so'rab bilgan yaqinlaringizga tashlab qo'yasizlar. Bir de gazdan svetda umuman bo'lmaydi. Kondisionerlarni ko'rib turibdi. Fasadlar chala ishlangan. Shipolar ham gap bu mumkin emas. Eldin plashatkasi katta yana. Ben yorunca iki koyup dolayına çaylat gap bu şun genelsine. Juda acayip inşallah çayla abzur qilamiz. Teşkilam qalın atib ishlangan birni satamanda qurmag'anlar pizarı bo'lgan satacak bo'lib turibdilar. Yashimanda qurilgan joy aslında bir yana çayla bu. Meda darvozasi bor. Oranda yarmaqab eshik bor. Xudo xolasa eshikdan kirib çayla qilib abzur atib beraman. Aynalar ham yana akoladan qurilgan gap bu şun gen çayla bir qalın plastiklardan ishlangan. Kondisioner qoladi. Eldilar çayla bu yana steyajga atilgan inşallah. Bilen çalı ne kulgan ya biz zaburu ba. Gap bu şungiz bir gap bilan juda acayip. Xo'p. Bismillah deb giramiz. Yarmaqab eshikdan girdi. Girgan yerda umonlik boyina. Juda acayip. Gap bu shun ekanimiz. Xudo xolasa yana o'zi patologga ishlangan. Bir xayrli barakali joy. Joy egalari yaxshi insonlar. Gilamlari bilan doroshchilar bilan qaradi. Kungrab pesh qurilgan. Ata bilan o'zingiz o'tirib olasiz. Gaz gap turibdi. Ata bilan patologlar ishlanib turibdi yana. Oddiy kosmetika remont ishlangan. Kim olaman desam, xudo xolasa remontini ishlab olaveradi. O'zining fokusini do'rmata. Xo'p. Bundan ketamiz. Bir kat joy, yana bir de ikkinchi kat yana. Beni o'zlar qo'qiniyat ko'pdi. O'zingiz fokusda remont qilib olaverasiz keyin, xudo xolasa. Pol ishlangan ham yerine yana. Gap bu shunga juda ajoyib yana. Pol qalin taxtalardan, qalin og'ishlardan bosilgan. Uyine devrekine polni video kamera var, video kameraları var uyine devrekine polni. Fotoğraflar işlengen yine. Bu çarvağa çıkardım işki arayandan çıkıp istemem xudo xolasa. Bu bir yandan yarmaqab işten girişte bir kat, 2 kat, 3 katı boladı. Xo'p. Bir yandan xudo xolasa ayvoni bo'ladi yine. Katta ayvon muz yuribdi. Konserni qo'shib o'tiraverasiz xudo xolasa. Patolog ishlangan, pol ishlangan, shu dushaklari bilan, yine shu gilamlari bilan xudo xolasa. Xo'p. Ayvonning o'zida 2 kat joyi bor yine. Patologlar ishlanib turibdi. Kungrab pesh qurilib turibdi. Ata bilan o'tirasizmi? O'tirmasangiz ham kungrab peshda issiqqina bo'ladi. Maşallah shoxi, kekni shoxi. Xo'p, ina patologlar ishlanib turibdi. Juda ajoyib inshaalloh ina. Kosmetika bir remont etaverasiz. Araza remont etilgan. Ayvon bir katta ayvon bor. Zo'r og'ashlardan bosilgan ina. Maşallah. Ina bu darvozadan giraverish buni. Bu darvozadan girish, ana yarmaqab ishdan girdik. Bu darvozadan girish ko'cha tarafdan. Darvozadan girishing shunday atmosfera ina. Belar eksoq ishlanib turibdi. Ağaçlar ham qalin ağaçlardan, o'rta ağaçlardan bosilgan yine. Bir simit. Xo'p. Endi charvoqqa chiqamiz. Bismillah. Xo'p, charvoqqa chiqsak, charvoq polni zabor etilgan yine. Aylanma zabor. Yine. Shlaka blokdan zabor etib qo'yibdilar. To'rda hojatxonasi bor. To'rdan shunday bir kichkina novosat qo'yibdi. Qo'yib mal bakmaqa bo'ladi. Yine shunday charvoq ham bir fasad ishlanib turibdi yine. Juda ajoyib gap bu mumkin emas. Juda ajoyib xudo xolasa. Kim olsam xayrli barakali joy bo'lsa inshaalloh to'lan bash nasib etaversin joyda inshaalloh. Juda ajoyib. Inshaalloh xo'p o'lmas. Joy chiral ekan, ham meni ma'qul keldi sizga xudo xolasa. Bahasini necha so'm aytib beradi desang, endi aytilishi bizga bir sababchi. Aytilishini $60,000 aytilib turibdi. Va aytilgan baho sotilmadi, qaytib kelishib beriladi. Kim olsam bemalol so'raysiz. Bir de Vodafone ötülgen. Vodafone köçe ham chiqib turibdi. $60,000 o'zina berilmadi, qaytib kelishib beriladi babram. Xudo xolasa so'rayverasizlar. Necha so'm so'rasangiz ham haqqingiz bor. So'rab xayrli barakali joy pullar bilan satacak. Yine un zavod poyezdlar o'tkaydi o'zi bir yursangiz 200 metr yursin. Toza joylar bilan hammasi. Qo'shnilar kelib yashab o'tiribdi yine. Hammasi toza joy xudo xolasa. Çayla joy 2011-yil qurilgan. Zudlik bilan pullar satacaklar joyning egasi inshaalloh. Kim olsam inshaalloh xayrli barakali bo'lsin. Pastda nomer qoldiraman, egasi nomerini bemalol so'rab qaytib kelishib olavering. $60,000 ham $60,000 bermaydi, kelishib beradi. İnşallah yine. Elden zor fasad işlengen. Ulug'bog' 5-brigada bo'ladi bellar. Un zavod yine yo'lni bo'yi. Eldingizda damoz o'ttiradigan damozlari katta yer, plashatki. Yine eldingiz. Xudo xolasa mendan bir narsalar ko'chma do'kon solsangiz ham chiroyli yer xudo xolasa. Yine chiroyli qilib obzor qilib berdim. Inshaalloh likelar bilan podдержка etib yaqinlaringizga tashlab qo'yasizlar. O'lmas vlogs kanalına obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar inshaalloh. Sog' bo'lasan, omon bo'lasan inshaalloh. Shuni chiroyli foydali manfaatli videolarni chiqarib boraveramiz.